Umid aka, mana shu qizingiz buvisinikga rosa borgisi kelibdi-da. Qizim buyinikiga borgin kelyaptimi? Balki sizda oyijoningiznikiga borgisi kelayotgandir. Yo'q. Umid aka, qarang, qizingiz siz bilan videoda gaplashmoqchi ekan. Balki siz meni qizlar bilan yuryapmanmi, yo'qmi shuni bilish uchun qilgandirsiz-a? Yo'q, voy sizga ishonaman. Ana orqa tomonlarni ham ko'rsatib yuboring, qizimiz ko'rgisi kelayotgan ekan-da. Qizim tur bor, alingdan pul so'ra. Hadi pul bering. Nech pul qizim? 5 million. Toshni o'ziga kerakmi? Aa. Zebo! Sotiq dalasini qizim. Umid aka, qizimizni marmelad yegisi kelyapti. Zebo qizimiz tug'ilgandan buyon marmelad yemaydi. Shuni o'zim yegim kelyapti. Siz olib bermaymanmi onasi? Xo'p, o'zim yegim kelyapti. Olib bermayman. Yaxshi o'stirami? Qarang, qizingiz sizni ko'raman deb holi yonimga qo'ymadi. Shunaqami qizim? Sog'indim. Aa. Bormi qo'liga? Men shopingni ko'z quloq bo'lib turib, bolam yo'qmaydi demang. Yaxshi ishlaylar.